10 levelga chiqish uchun easy bitta yo'li bor. Maslahat beraman sizlarga. Qaranglar. Biz 3 kun oldin даже 6-7 level bo'lib yuruvdik. Har kuni 20 talab, даже kerak bo'lsa 25 ta match o'ynagan kunimiz ham bo'lgan bizni. Foyda bo'lmasdi. 25 ta match o'ynagan taqdirimizda ham oxiriga borardi, libo 30 plus elo, libo 30 minus elo bilan tugatardi. Befoyda vaqt ketgandi xolos. 3 kun oldin, libo 4 kun oldin Qahorov bilan kelishdik. Har kuni duo o'ynaymiz. Kechki soat misol uchun 6-7 da kiramiz. 1 soat trenirovka uchun vaqt ajratamiz. 5 ta 6 match o'ynaymiz. Libo bitta luzgacha deb o'zimizga limit qo'yib qo'ydik. Mana natijasini ko'ryapsizlar. Ya'ni 3 kunda keldi, 4 kunda 2022 kiloga chiqdik. Xudo xolasa endi sizlar 2,5 ming euro. Sizlarga maslahat, agar shunaqa 10-levelga yezib chiqmoqchi bo'lsanglar, o'zingizga bitta sherik topib olingda, best duo bo'lib, har kuni 1 soat trenirovkaga vaqt ajratib, limit qo'yib qo'yinglar. 4 ta, 5 ta, kimdir 7 ta, kimdir 3 ta qo'ysin o'ziga. Navbat bo'ldi, oshiqcha o'ynamanglar. Javob beraman, mana 1 oyda 6-7-level bo'lsanglar, o'sha trenirovkalaring sababdan ham, har kuni 1 kun trenirovka qilganlaring sababdan ham 1 oyda easy 10-levelga chiqib qo'yasizlar. Bunaqa ham qiyin emas. Agar kimdir ishonmasa, o'z sizlarga tayyor isbot. 7-level igrokman, 10-levelda yuribman. Xuddi mana shunaqa qilib. Har kuni 1 soat trenirovka, 5 ta 6 ta match. 10-level.